Aka, shu proyektimiz sotuvga chiqib qoldi. Qarang, fasadimiz 20, ichkariga 30 bo'ladi. 450 kvadrat, 500 kvadratga tushgan xonadonimizni ko'ryapsiz. Endi ko'chalarga bitta e'tibor qaratadigan bo'lsanglar, bu sho'tkich asfalt bo'lgan, bu yoq taraflar asfalt bo'lish jarayoni. Endi ma'lumotni aytadigan bo'lsam sizlarga, aniqlab aytsa, algoritmda avtosalonning oldidan 1 kilometr oraliq masofa bo'ladi. Bu yoq tarafga e'tibor qaratasizlar, bu yoq tarafda Zangiota tuman raygazidan 500 metr oraliq masofa. Qaddi baland uchastkalar, mahalla, hamma chiroyli holatda bo'ladi. Okam o'zlariga qurgan uyni sotuvga chiqarib yuryaptilar. Endi ko'ryapsiz, xonadon juda ham chiroyli, baquvvat holatda qurilgan. Bismillah deb xonadon kiryapmiz. Balandligiga bitta e'tibor bering, aka, plitalar tashalgan, stashkalardan chiqarilgan, elektr montajlari bitgan holatda bo'lyapti. Asosiy binoga o'ng tarafdan yo'l qismidan kirish imkoniyatini ham beradi. Endi sizlar bilan naveslarga bitta e'tibor bering, aka, tashalgan to'sinlarga ham e'tibor qaratasizlar. Bu tarafimizda bitta hojatxona, bitta ota-onalar yotoqxonasi, sanuzli bilan birga bitta zal, qolasiz bu tarafga oshxona qilasiz. Shu xonadonlarimizning tegi seyli 220 balandlikda podval bo'ladi. Oqova suvlarning hammasi chiqib ketish imkoniyatini qilib qo'yganlar. Ikkita zeleniy zona. Xonadonni bu yoq tarafdan ko'rinishiga ham e'tibor bering, aka. Bu yoq tarafda ham yopiq naves ostida tapchanli zona qilish imkoniyatiga egasiz. Kolonnalar, regllarga ham e'tibor berasiz. Qaddi bilan baquvvat xonadonimiz bo'lyapti. Endi bu xonadonning narxiga keladigan bo'lsa, O'ratepaga kelganmiz. Suv svet gazdan mutta muammo yo'q holatda bo'lyapti. Start $222 ming. Ma'lumotni aytadigan bo'lsam, akalar, shu ko'rib turgan xonadoningizni 450 kvadratga joylashgan bo'ladi. Endi sizlar bilan 3 ta zina bo'ylab ichkariga kirib borar ekanmiz. Studiyniy formatda katta xo'lga nazaringiz tushyapti. Kolonna, regllarga juda ham e'tibor bilan qaratishdan qolardim. Bu yoq tarafda bitta oshxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Birinchi xonamiz mana yo'l qismidan kirib kelishingiz bo'ladi. Bu yerda kattagina zal. Balandliklarga bitta e'tibor bering, aka. Juda ham chiroyli holatda bo'lyapti. Bu yerda yana bitta xonamiz, bolalar yotoqxonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda bitta ota-onalar yotoqxonasi o'zini sanuzli bilan birgalikda bo'lyapti. Endi sizlar bilan ikkinchi qavatda obzorni davom ettiramiz. Ketdi. Aka, bu proyektga necha pul ketgan deb o'ylaysiz? 6 sotixga tushgan balandligiga qarang. Studiyniy formatda katta xo'l, ikkiga bo'lib foydalanish imkoniyatingiz ham bor. Qarang, bu yerda bitta bolalar yotoqxonasi, bu tarafda ota-onalar yotoqxonasi, tashqari qaragan romlari bilan bitta e'tibor qiling. Bu yerda kattagina zalimiz. Atrof muhitiga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, hammasi qaddi baland uchastkalar bor, ko'ryapsiz. Juda ham chiroyli holatda, baquvvat holatda qurilgan xonadonga kelganmiz. Hisoblab turing, aka, bu proyektga necha pul ketadi shu holatga keltirgunizcha. Bu yoq tarafda yana bitta xonamiz, bu yoq tarafda ham bitta ota-onalar yotoqxonasi qilib qo'yasiz, o'zini sanuzli bilan birga. Xonadon baquvvat qurilgan bo'ldi. 450 kvadratga. Bu xonadonimiz bu yoq tarafdan xususiz 500-550 bo'lib ketadi. Xonadonni balkon qismidan nazaringiz qaratadigan bo'lsangiz, hattoki suvolarni ham ideal ravishda qilib qo'yganlar. Okam o'zlari uchun qurgan xonadonni ma'lum bir sabab sotishga harakat qildilar. Okalar, $222 ming baholayapmiz. Albatta kelishadigan joylari bor. Aniqlab ketsa, Telegram kanalda bo'ladi. Kelib ko'rib, talash tortish barakasini qilsanglar bo'ladi. Salomat bo'lasizlar.